46 razmerli oyoq kiyim topish shunaqa problema. O'zbekistonda 46 razmer kiyadigan odam kammi bilmayman, kimga murojaat qilishni ham bilmaysan. Ha Sirojiddin aka, siz yuribsiz? Kayfiyatlar yo'q. Bugun 12-maktab stadionida futbol bo'laydigandi. 46 razmerli butsa kiyib futbol o'ynamoqchi edimda. Qo'ying, futbol gallashmang siz. Nima gallashmayman? Hayit kuni 82larda video qildingiz. 1 million odam ko'rdi. Rasa ustidan kuldi qishloqdoshlaringiz. Undan keyin darshanada sho'rvoni tashladingiz. Unda ham rasa kulgi qildingiz. Qo'ying, futbol gallashmang. Futbolda fsini tushunmaysiz. Futbolga aralashasiz. Qo'ying, uzil-kesil ko'rsatmang, kulgi qilmang. Yashamak ekanda. Yashang, futbolsiz yashang, bo'ldi, o'yin tugaydi. Undan ko'ra maktabdagi laylakni ko'rsating, zo'r bo'ladi laylakni. Laylak zo'r. Zaybali. Aralashmaysizmi? Bo'ldi, gapsiz yo'q, aralashmayman. Bosing, ham mujik, erkak. Zaybali. Ming'illanmay keting. Bo'pti, sog' bo'ling.